Umringizda mushuk odamni ko'rganmisiz? Mushuk odam degani mushuk tanasidagi odam. Juda qo'rqinchli gibrid, shunday emasmi? Balkim gen manipulyatsiyasi natijasi bo'lishi ham mumkin. O'sha maxluqni ko'rgan kunimni unuta olmayman. Katta yo'lda ketayotgandim va birdan leopardga o'xshagan jonzot yo'limdan sakrab o'tdi. Hayajon bilan tormozni bosib yubordim. Mushuk bo'lsa atrofiga qarab turgandi. Undan qochaman deb to'siqqa borib urildim. Yo'ldagi o'sha jonzotni eslasam hali ham qo'rqib ketaman. Tanasi mushuknikidek, lekin boshi erkakning boshi edi. Bir qarashda leopardga o'xshardi. Kattaligi ham shunday edi. Lekin aniq ko'rdim, yuzi odamnikidek edi. Qisqa vaqt ichida ko'rib qoldim va tezda o'rmonga qochib ketdi. Burilishdan uni ustiga haligi maxluqni ko'rib, dahshatdan o'lay dedim. Oxirida kasalxonaga borib yotdim. Baxtimga jiddiy jarohat olmadim. Lekin mashinam biroz urilibdi. To'g'ri, mashinamdagi video kamera haqida o'yladim. Undagi videoni ko'rganimda haligi jonzotning yuzini aniq ko'ra olmasdim. Videoni ko'rgan odamlar uni shunchaki yovvoyi hayvon deb menga ishonishmadi. Lekin o'sha kundan keyin qo'rqinchli tushlar ko'rardim. Albatta, jonzot tanasida odam yuzini ko'rish qo'rqinchli. O'sha voqeani hali ham unuta olmayman. Siz qanday fikrdasiz?